Mana Farg'ona viloyati Buvayda tumanida mana yomg'ir yog'ishi mana. Yomg'ir yog'ishi bugungi kun. Juda qattiq yog'yapti yomg'ir. Mana tarnovlardan taqirlab kelyapti. Nimalargadir zarar, nimalargadir foyda bu. Xudoyim taoloning mehribonchiligi bu yomg'irlarimiz. Tarnovdan tushyapti. Janavar taqirlab kuygandek tushyapti-da, bu yomg'ir ham o'zi. Bunaqa chiroyli tushyapti. Endi qanchadir ekinlarimizga o'ta katta foydachiligi bor bu. Mana yomg'ir necha yillardan shu yoqqan yo'q o'zi. Doimda bandalariga mehribonchiligi bor. O'ta chiroyli tarzda yog'yapti. Yog'ishini qaranglar. O'ta darajada yog'yapti yomg'ir. Tuman bo'lib ketgan u, tuman. Tumanga o'xshab yog'yapti. Taqirlab kuyyapti chelakda. Tarnovdan taqirlab tushyapti, chelakda tushyapti. Chelaklarda tushila qo'ysalar to'laveradi. Chelakda. Yog'ishini qarang davomli. Davomli patlayapti. Nega chiroyli manzaralar mana. Yomg'irlar suv yerga, ekinlarimizga suv. Xudoyim taoloning mehribonchiligida bandalariga. Juma kuni Xudo xolasa, mana juma kuni chiroyli sovg'a bo'ldi bu. Ekin tikinlarimizga sovg'a bu. Yog'ayotgan kun. Agarlarimiz anchadan suv ichgan yo'q edi, ekinlarimiz mana suv ichib oladi bugun. Subhana.